Hurmatli biznes vakillari, tadbirkorlar, ushbu videorolikimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz Diaj akademiyasining Mobilografiya Turbo nomli kursiga qiziqish bildirgansiz. Meni ismim Ruslan va ushbu videorolikimizda biz yangilangan Mobilografiya Turbo nomli kursimizda berilgan bilim va ko'nikmalar qanday qilib sizning biznesingizni yangi pog'onaga olib chiqish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Ushbu Turbo nomli kursimiz atigi 1 oy davom etadi va ushbu kursimiz aynan tadbirkorlar o'z biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan insonlarga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Instagram biznesingizni yangi pog'onaga olib chiquvchi juda ham kuchli instrumentdir. Va ushbu instrumentni siz samarali tarzda qo'llamoqchi bo'lsangiz, siz hozirgi kunda Reels'larning algoritmlari, target yoqish sirlarini batafsil o'zlashtirib borishingiz kerakdir. Turbo nomli kursimiz 1 oy davom etadi. Jami 13 ta darsdan iborat bo'lgan kursimiz 6 ta amaliy, 7 ta nazariy darslardan iboratdir. 6 ta modulga bo'lingan darslarimiz yordamida siz oddiy telefon yordamida o'z biznesingizni ijtimoiy tarmoqlarga targ'ib qiluvchi videoroliklar olishni o'rganib borasiz. Va bundan tashqari olib bo'lingan Reelslaringizni to'g'ri targ'ib qilish uchun target reklamasini onlayn tarzda sizlarga o'rgatib boramiz. Umumiy tarzda sizlarga bonus sifatida 60 taga yaqin video darsliklar taqdim etiladi. Ushbu darsliklarimiz yordamida siz storiesni to'g'ri qo'yish, Reelslaringizga to'g'ri obloshka jamlash va telefon yordamida va kompyuter yordamida target reklamasini yoqishni o'zlashtirasiz. Kursimiz haftasiga 3 marotaba davom etadi va asosiy spikerdan tashqari sizlarga kurator biriktiriladi. Kurator bu kursimiz davomida qandaydir bilimlarni o'zlashtirishingiz qiyin bo'lgan joylarda sizga batafsil yanada qo'shimcha darslar o'tib beradigan insondir. Va aynan shu insonlar yordamida siz kursimizni 100% natija bilan tugatasiz. Agarda siz o'z biznesingizni ijtimoiy tarmoqlar yordamida yangi pog'onaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, sizni yangilangan Mobilografiya Turbo nomli kursimizda kutib qolamiz. Sizga aloqaga chiqqan menejer orqali birinchi sinov darsiga yozib qo'yishingiz mumkin. Kursimizda ko'rishguncha.